Assalomu alaykum. Agar siz Word dasturida bu funksiyani bilmasangiz, vaqtingizni bekorga sarflayotgan bo'lasiz. Misol uchun siz uzun so'zlarning o'rniga ma'lum bir harflarni yozish orqali o'sha so'zlarni osonlik bilan yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, buni qanday qilamiz? Bu uchun siz birinchi navbatda fayl menyusiga kirishingiz kerak bo'ladi va bu yerdan parametri qismini belgilab olamiz. Ochilgan oynadan правописание qismini tanlab olamiz va bu yerdan parametri автозамене tugmasini bosamiz. Ochilgan oynada o'zingizga kerakli biron bir harflar kombinatsiyasini yozishingiz mumkin. Misol uchun, hurmat bilan ustoz Mahmud. Bu yerga to'liq variantini ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Mana. Undan so'ng добавить tugmasini bosamiz va o'q tugmasini bosamiz va yana o'q tugmasini bosamiz. Ana endi buni ishlatish uchun shunchaki o'zingiz kiritgan kombinatsiyani kiritasiz va probel tugmasini bosish orqali tayyor so'zlarni chiqarib olishingiz mumkin. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni o'rganish uchun albatta kanalga obuna bo'ling.